Abduqodir Husanov 20 yoshida Manchester City komandasiga qo'shilib, O'zbekiston bayroqlarini dunyoga tanitib kelmoqda. Ukamiz Xudoberdi Nosirov mana 17 yoshida ustasidan duolarda olib, o'zi mustaqil ravishda tungi fon ishlarini boshlab, Erkin tungi fon komandasi a'zosiga aylandi. Hozir 17 yoshli Xudoberdi ukamizdan o'z maslahatlarini bilib olamiz. Qani shu yoshgacha nimalar qilish kerak? O'z tengqurlarimga maslahatim, bo'sh vaqtini bekorga sarflamaslikni maslahat beraman. Yana O'z ustida ishlashlariga maslahat beraman. Bo'sh vaqtini bekorga telefonga sarflamaslarini maslahat beraman. Saifni akam ustam bo'lgan. Kattakon rahmat. Shu darajaga yetkazdi. 3-4 yil yurganman. 3-4 yilda usta bo'lib o'zi chiqdi. Lekin masalan 3-4 yilda ham ayrim ukalarimiz usta bo'lib chiqmaydi. Kimgadir 5 yil, kimgadir 10 yil kerak bo'ladi. Lekin o'zini shijoatini, mahoratini ko'rsatgan holda ukamiz 3 yil, 4 yil davomida mustaqil ravishda tungi ishlarni boshladi do'stlar. Yoshlarga ham shunday tavsiyalar beramanki, 17-20 yoshlarida vaqtlarini behuda sarflamasdan qaysi kasbda ustasi bo'lishdan qat'iy nazar shu ustalarga shogird bo'lib yoki o'qib o'z kelajagini o'ylaganda maslahat beragan bo'lar edim aziz do'stlar.